Tushunmi yo o'ngimmi? 2-0 79-daqiqa. Biz 11 kishi, Suriya bilan 12 kishimiz. Ular 9 kishi. Ikkita gol uryapti do'stlar. Mana bu yigit hozirgina ikkinchi golni urdi. Dahshat, bitta emas. Ikkita o'yinchimizni naq oyoqlarini orasidan varataga qo'shib tiqib tashadi. Biz nima qilyapmiz? Muxlislar qarshisida, uyimizda, finalda sharmanda bo'lyapmiz, dunyoga sharmanda bo'lyapmiz. Pulimiz ham yordam bera olmadi. O'zbekistonga shunchaki respekt. Nima deyishga ham hayronman. Bizni bolalar shunchaki lo'dir bo'lib ketgan. Dahshat, o'zbeklarni qarang, jang qilyapti, kurashyapti. Alloh, Alloh, Alloh. Bulardan o'rnak olish kerak biznikilar. Qahramonlarcha kurashishni o'rganish kerak, taslim bo'lmaslikni o'rganish kerak. Ikkita qizil olgan bular, ikkita. Dahshat. Shunchaki tan berdim. O'rgansin biznikilar, o'rgansin. Bironta eski kiyimidan bo'lsa tashab ketsin shu yigitlar biznikilarga.